Brabus diskalari bilan Cobalt avtomashinamiz chiqibdi. O'rtoqlar, mana taqdim qo'yamiz. Buni kreditlari bor, kreditni aytmaymiz. Nasib bo'lsa, ana shu eshikda vakuumchasi bor ekan. Nasib bo'lsa, to'g'rilab olasizlar. Necha yil qancha yurgan? 22, 120 ming yurgan, to'g'ri shunga qilingan, tarpedalarigacha. Ha, bu nimachi? Tonirovka. Tanuk ruxsatliga. Gayigacha deb ko'ramiz. Ishtiq bo'ladi-da. Yaxshi. Bu avtomatmi, mexanikami? O, malades. Kraska? Kraska oldi kapot, grillosi bor, ichiga tekshirib. Yomon chiqdi. Qora, bu polirovka bo'lgan-ku, yoqilmaydi buncha. Hozir. Mana CC3 122 ming yurgan. Mana bu nima edi bu? Bir narsa kamera ekan bu. Bunday yopishtirib olasizlar. Xullas, uni do'yingiz kuch qo'yasizlar. Ana 4-pakelinami? Necha pul qilib beryapsiz obunachilarga shunda? Brabus diskalar bilan 10 ming? Ya 10 mingga o'ring endi. Yuzini yig'ishtiring, maxlas. Xudo bersin sizga ham obunachilarga. Pochkaga. Sherzod obzordan chiqqanlar uchun, akam, yaxshimisiz? 10 ming dollar pochka bo'lsa 22 ming beramiz. Nomerni ayting. 91lik 622 57 77. Gazini bosinglar, hurmatli obunachilar. Variant endi kreditini bilmaymiz-da xullas. Apartni ham gaplashamiz. Gentra, Malibu farqi yo'q. Farqash ne deydi o'shanaqa joyda. Mana gazini bosinglar.